Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Bugun frontend bo'yicha navbatdagi darsimiz va CSS bo'yicha 35-dars. Undan oldingi darsda aytib o'tganimdek, bugungi bo'ladigan darsimiz amaliyot darsi bo'ladi. Aynan Flexbox'ni amaliyot yordamida qo'llab ko'ramiz. Aynan mana shu narsa Flexbox kod yordamida kod ishlatilgan. Bu narsa uchun biroz aytib o'tib ketganim bo'lsam, bu yerda umumiy bitta blok ichida bo'lyapti, bitta o'sha content ichida va uning ichida ikkita div bo'lyapti. Ya'ni div 1, div 2 va blokka display flex bergan natijasida mana buni yoniga o'tib qolyapti. Aynan mana shu narsani hozir amaliyotda sizlar bilan qilib ko'ramiz. Uning uchun albatta rasm kerak bo'ladi. Bugungi darsda Google yordamida ham biroz ishlashni o'rganasiz. Ya'ni hamma ham bilmasa kerak. Endi hamma biladi-yu. Bir qator baribir yana takrorlab shuni tushuntirib o'tib ketsam, menimcha zarar qilmaydi hech kimga. Misol uchun menga background color kerak birinchi, ya'ni background image kerak, ya'ni orqa fondagi imageni ko'ryapsizlar bodyda. Aynan misol uchun background image deb yozaman Google'ga. Kartinka ekraman va mana shu yerda turli xil orqa fonda imagelar, rasmlar chiqib kelyapti. Misol uchun mana shuni olishim mumkin. Va buni olish uchun bosdim va mishkani o'ng tarafini bosdim. Сохранить картинку как chiqdi. Endi buni men qayerga saqlanib qilaman? Web Development Schoolga kirib, CSS bo'yicha eng oxirgi papkam qaysi edi? 34 mana shunga saqlanib qilaman. Misol uchun nazvaniyasiga, nomiga nature deb yozib qo'yaman. Va endi menga ikkita rasm, endi mana shu rasm kerak. Misol uchun inglizchada qidiraman. Dog deb yozishim mumkin. Va menga qaysi rasm? Mana shu rasmni saqlanib qilamiz. Сохранить картинку как. Bu ham aynan mana shunga va nomini dog.html deb yozaman. Va mana saqlanib bo'ldi. Menga kerak bo'ladigan rasmlar bo'ldi va hammasi mana bu index hamda style.css bilan bitta papkada bo'ldi. Endi boshlayman. Birinchi menda nima bo'lyapti? Birinchi umumiy bodyga berib yuboraman bu yerda. Bodyga background URL va mana shu yerda control bosaman va probelni bosaman. Va bu yerda menda bor fayllar chiqib kelyapti. Qaysini qo'ymoqchisan deb. Va nature.jpg da qo'yaman. Ctrl+S. Va bu yerda endi ko'raman. Show browser. Va mana bu narsa chiqdi. Har doimgidek bu yerda background size berib turib cover deb boraman. Ctrl+S. Va background position bo'lsin center berib yuborsam ham bo'ladi yoki bo'lmasam no repeat dersam ham bo'ladi. Background position of background repeat va buni no repeat. Mana bo'ldi. Aynan mana shu rasmni backgroundga qo'yib oldik. Endi bizda kelyapti birinchi bo'lib blok ochaman. Blok. Blok ochdim, mana div va shuning ichida ikkita yana div kelyapti.
ya'ni bitta div katta, ya'ni bu aytib o'tgandek father element, ya'ni ota element bo'ladi va uning ichida ikkita div child element kelyapti. Ya'ni birinchisida bu yerda header 1 bo'lsa, bunisida paragraf, bunisida rasm hamda tilka pastida. Shularni qilib olaman. Misol uchun birinchi sizga beraman box deb beraman divni va unda header 1 bo'lyapti va larem 4 berib oraman. Keyingisida paragraf bo'lyapti. Bunga ham yozib o'tirmasdan larem 150 berib oraman. Ctrl+S va mana 150 da bo'ldi. Paragrafni yopib qo'yib turaman. So'z ko'payib ketganiga. Xo'sh, bu box 1 bo'ldi. Endi box 2 ga o'taman. Bu yerda e'tibor bering, mana bu div doirasi bo'lib qolmasin. Mana shu divdan pastga tashlayman va bu yerda yana box deb ochaman va buni orasiga birinchi img Ctrl probel desam mana bu yerga kelib va bu yerda doc.jpg da shu yerga qo'yaman. Va bu yerda href kelyapti. Va mayda larem 5 bo'lsin, mayli, nechta so'z bo'lyapti. Va mana ko'rib turganinglardek, mana bu narsa hosil bo'ldi. Endi men mana bu itni rasmini bu yerga olib o'tmoqchiman. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun mana bu ikkita box, mana bu blok ichida kelayotgani uchun eng katta element, ya'ni hozir element blok bo'lgani uchun display flexda aynan blokka beraman. Blok qo'ydim bu yerga va unga display yozaman birinchi. Display beraman va unga flex beraman. Ctrl+S. Va mana ko'rib turganinglardek, mana bu it mana buni yoniga o'tdi. Ya'ni ikkovi yonma-yon bo'ldi. Bitta rowda, bitta qatorda bo'ldi. Endi bu yerda rasmda ko'rsak, ikkovi chekkasida joy bor qisman, joy tashalgan. Unga margin yoki margin left berib o'tirmayman-da, bu yerdan to'g'rima-to'g'ri width, ya'ni ularni, ya'ni ana shu blokni enini 70 yoki bo'lmasam 80% qilib qo'ysam, ikkovi chekkasidan o'zi avtomatik berib yuboradi. Mana bunday avtomatik bitta tarafdan berdi. Endi men shularni o'rtaga turish uchun, ikki tarafi ham bir xil bo'lish uchun margin after berib yuboraman. Ctrl+S. Mana margin after berib yuborganim hisobiga ikkala chekkasi shunday ko'rinishda bo'ldi. Va bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, tepadan ham ozgina margin tashalgan, shu sabab margin top deyman. 100 piksel. Bo'ldi. Mana bu yerda margin tashaldi. Endi nimaga o'taman? Keyingi qiladigan ishim rasm. Bu yerda rasm kichkina ko'rinishda, shu sabab rasmga width berib yuboraman, height berib yuboraman va hamda border berib yuboraman. Bu yerda blok kelyapti. Ya'ni shunday ketma-ketlikda ishlashga harakat qiling. Blok kelyapti birinchi father element, blokning ichida box bo'lyapti. Va boxning ichida img bo'lyapti. Bunday yo'nalishda ishlashimizning sababi keyinchalik bizga kerak bo'ladi. Ya'ni img elementidan bir marta emas, juda ko'p marotaba foydalangan bo'lishimiz mumkin. Shu sababdan siz img ni o'zini yozib ketsangiz, 5 ta ishlatgan bo'lsangiz, img ni beshalasiga ham bir xil kodlarni bir xil berib yuborishi mumkin. Ya'ni, misol, bitta img da siz border ishlatishni xohlamasangiz, bittasida xohlasangiz, shunda aynan mana bu ketma-ketlikda yozsangiz, aytgan rasmingizga, ya'ni aytgan narsangizga, aytgan joyizdagi kod yordamida o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Misol, block keldi, box keldi, img bo'ldi. Endi men img da width ni o'zgartiraman. Oops. Width bo'lsin где-то 400 piksel. Eni height bo'lsin 350 piksel. Mana qisman o'xshadi, aynan shunga. Endi men bunga nima beraman? Border beraman. Border bo'lyapti, bu yerda x piksel, solid bo'lyapti va black bo'lyapti.
va mana border ham berildi. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin va qisman border radius ham bor. Shu sabab border radius ham berib boraman. Border radius bo'lsin где-то 5 piksel. Va mana ko'rib turganlaridek border radius ham bo'ldi. Endi keyingi ishlaydigan narsam bu header 1 element hamda paragraf. Shu sababdan endi men nima qilaman bu yerda header 1 ga berib boraman. Ya'ni header 1 background color oq bo'lyapti, o'zi yashil bo'lyapti va mana bu yerda ko'rsangiz ora ham ochiq. Shu sababdan men marginga img ga berib boraman margin left beraman, o'rtacha 20 piksel bo'lsin orasi. Mana orasi ochildi. Bu yerda o'rtacha berib boryapman, sababi Ctrl C img da pastdagi elementga ham, ya'ni E ga ham berib ketaman bu yerda. Text decoration kerak emas, none berib boraman va bunga ham margin left beraman. Piksel. Mana bu ham tagiga tushdi. Bunday hozirgi ko'rib turgan rasm shunchaki display flexga tushuncha bo'lish uchun chiqyapmiz. Aynan biz birorta sayt o'xshatmoqchi bo'lsak, bunaqa rasm ko'rinishda emas, ya'ni PCD Photoshop faylda biz aynan hamma razmerlarni olib точно bitta veb-saytga bizga tushgan zakaz yoki biz qilmoqchi bo'lgan veb-saytda точно razmer hamma yo'g'ini aniq olgan holda qilamiz va bundan keyingi darsimiz ham aynan Photoshop to'g'risida bo'ladi. Aynan Photoshopda bizga, ya'ni web dasturchilarga kerakli qismini o'rganishni boshlaymiz. Unday bo'lsa, davom etamiz. Bu yerda endi header 1 hamda paragraf element kelyapti. Bu yerda yana bo'lyapti, shu narsani pastga olib olaman. Header 1 elementi, ya'ni bu yerda color bo'lyapti. Green berib turaman. Background bo'lsin oq. Mana endi bu o'rtaga turyapti. Shu sabab text alignment center Ctrl plus S va mana ko'rib turganinglardek o'rtaga o'tdi. Bir qator qarab olaman. Keyingi qiladiganim bu paragraf. Bu ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda qilib ketaman. Ya'ni blok bo'lyapti, blok ichida box bo'lyapti, boxdan keyin paragraf kelyapti. Buni color bo'lyapti. Pink desak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'zimiz birorta rang tanlab olamiz. Visual Studio'da yaxshi taraflaridan biri shu. Ya'ni o'zingiz rang tanlash imkoniyatingiz bo'ladi. Ctrl plus S. Va bu ham text alignment center bo'lyapti. Ko'rib turgan bo'lsangiz. Shu sababdan bunga ham berib boraman text alignment center. Mana ko'rib turganlaridek tekstalik hamma tekstlar centerga o'tdi. Va menimcha bo'ldi, shu tayyor bo'ldi deb o'ylayman. Yoki bo'lmasam yana ham aniqroq ko'rinish uchun berib borishim mumkin. Font weight 900 qalinlashdi va orasini ochib olishim mumkin. Line height 2,5 mm. Bu shart emas. Mana shu ham yaxshi o'xshadi. Va ko'rib turganinglardek, aynan Flexbox yordamida shuni qildik. Endi sizlarga vazifa bo'ladi nima?
Mana bu yerda sizlar xuddi mana shu narsani o'zingizlar takrorlab yozib chiqinglar. Boshqacha rasmlar ishlatib, boshqacha ko'rinishda bo'lsa ham mayli. Lekin shu qo'shimcha vazifa bo'ladi. Bu yerda menu chiqsin. Bundan oldingi darsda biz display, adashmasam inline block hamda margin bir turib qilgan edik. Siz bu yerda li ul kodi yordamida mana shularni ishlatib turib, display flexible ishlatib, menyuda tepalikda mana bunaqa yoyiq ko'rinishda qilishga harakat qilib ko'ring o'zingiz albatta. Bugungi darsimiz, ya'ni bugungi amaliyotimiz shunday bo'lgan bo'lsa, albatta bundan xursandmiz. Darslarni vaqtida qilib, amaliyotda vaqtida o'zingiz bajarishga harakat qiling. Sog' bo'ling.